Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda atalmış harakatchan doktorxona poyezi xizmatga kirishdi. Turkiya armiyasi 3 kunlik harakatda 277 terrorchini ojuqtirib, 11 yezini qutqazdi. Xitoyning Jungo neft tabiiy gaz şirkati Erondan chekindi. Sog'lomlik haqida savol. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Tianshan To'rning 9-sentabr xabar qilishicha, salomatlik tekshirish uskunalari bilan to'liq aslahalangan tunji navbatlik poyez 8-oktyabr kuni kechida Urumchi poyez stansiyasidan Olatow chegara rayoniga qarab yo'lga chiqqan. Bir yil ichida Sharq Turkiston butun poyez liniyalarini bo'ylab atalmış harakatchan salomatlik tekshirish harakatini ib berishni planlagan bo'lib, tunji bekiti Olatow vokzali ekan. Mazkur poyezdning sirtidan qaraganda salomatlik tekshirish poyezi degan askartma xatdan boshqa odatdagi yo'lish to'shig'ich poyezddan hech farqi yo'q. Lekin vagon ichi butunlay o'zgartirilgan bo'lib, betipliq o'ltira ovozliq tekshirish, qon tekshirish, X-nurliq tekshirish, tashqi kasalliklar, ayollar kasalliklari, ichki kasalliklar, bash a'zo tekshirish, yurak qon tomir tekshirish, ayollar bo'limi, so'ngak zishliqini tekshirish va shu kunning o'zida natija chiqarish iqtidoriga ega bo'lgan nurg'unlagan cho'ng tipdagi ilg'or salomatlik tekshirish uskunalari o'rnatilgan. Kuniga 150 dan ortiq kishi kutilinadigan harakatchan doktorxona ekan. Xitoy hukumatining 2016-yil Sharq Turkistonda umumyuzlik majburiy salomatlik tekshirishi, Uyg'urlarga xos DNA ombiri qurish harakati chet ellardagi kishilik huquq organlari, shundaqla Uyg'urlarning kuchlik gumonini qo'zg'ab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarning gen uchurlarini yig'ishi bilan zich munosabatlik deb qaragan. Angliyadagi Xitoy kollegiyasi nomli bir mustaqil xalq sud mahkamasining advokati Hamid Sabi 24-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 42-navbatlik yig'inida guvohlik berib, Xitoy hukumatining organ bankasi qurib, Uyg'ur musulmonlarining ishki a'zolarini majburiy ko'chirib pul tepayotganligini o'tirib qo'yish orqali zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. Ular bu vaqtda yetarli faktlar borligini ta'kidlagan. Türkiye Ovoz Radiosu xabarida Türkiye armiyasi tarafidan davlatlik tinchligi va xotirjamlik uchun Suriyadagi Fırat daryosining sharqida berilayotgan tinchlik buluqi harbiy harakati 3-kuni qadam qo'yganda, Davlat mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, bo'lginchi terrorlik tashkiloti PKK, YPG terrorchilar bilan boshlangan to'qinishning havodan va quruqlikdan g'albilik elib berilganligi, bir askarning shahid bo'lganligi, 277 terrorchining ujuqtirilganligini, Tel Aviv va Rasulayindagi 11 yezining terrorchilardan tozalanganligini bildirgan. 6-dekabr kuni Iran neft ministrining bildirishicha, Xitoyning Jungo neft tabiiy gaz şirkati Iran bilan Qatarning orasidagi dengizga joylashgan Janub Paris tabiiy gaz rayonini taraqqiy qildirish kelishimidan chekingan bo'lib, bu rayonda Iran davlatiga tava Paris neft şirkati yolg'iz qolgan. 2015-yil Iran atom taraqqiy qildirish programmasini cheklamalik holda elib berishga ma'qul kelgandan keyin Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari Ironga yurgizgan iqtisodiy embargolarini to'xtatgan. 2017-yil iyul oyida Fransiyaning Total şirkati, Xitoyning Jungo neft tabiiy gaz şirkati va rayonda Iranning Paris neft şirkati bilan birlikda 4 milliard 800 million Amerika dollar qimmatidagi kelishimda Janubiy Paris tabiiy gaz rayonini taraqqiy qildirishga kelishgan ekan. 2018-yil may oyida Amerika prezidenti Trump Iran bilan bo'lgan 2015-yildagi atom kelishimidan chekinib, Ironga yangidan embargo e'lon qilgan 3 oydan keyin Fransiyaning Total şirkati Janubiy Paris tabiiy gaz rayonini taraqqiy qildirish planidan chekingan. Bu qatim Xitoy Amerikaning Ironga yurgizayotgan embargolarga duch kelmaslik uchun bu plandan chekindi. Xitoyning bu plandan chekinishi iqtisodiy krizisga duch kelayotgan Ironga nisbatan cho'ng zarba hisoblanadi. Paris qo'ltiqiga joylashgan Iron bilan Qatarning o'rtasidagi bu tabiiy gaz rayoni ikki davlatning ig'dorchiligida bo'lib, Ironga tava bo'ligi Janub Paris, Qatarga tava bo'ligi bo'lsa Shimoliy Dom deb ataladi. Janub Paris va Shimoliy Dom tabiiy gaz rayoni bo'lsa, dunyodagi eng cho'ng tabiiy gaz maydoni hisoblanadi. Yaqında Amerika Uzuqliq ilmiy jamiyat jurnalida bir turlik tadqiqot natijasi e'lon qilingan bo'lib, har kuni 1-2 stakan qahva ichish yurakka foydali ekan. Tadqiqotchilarning bayqashicha, har kuni 1-2 stakan qahva ichganlarga selishtirganda, har kuni qahva ichmaydiganlarning yurak qon tomir kasali bo'lish xatari texmi yuqori bo'lib, xatari ayrim holda 11% va 22% dan oshgan. Buningdan ilgari ba'zi tadqiqotlarda isbotlanishicha, qahva ichganda odam badanidagi yollig'ini ko'rinarlik to'vallatkili bo'ladi ekan. Asti xarakterlik yallig'lanish bo'lsa, dal diabet kasali, yurak qon tomir kasalliklari va o'smani keltirib chiqaradigan xatarlik omil ekan. Har kuni 1-2 stakan qahva ichganda yurak qon tomiriga besim paydo qilmasdan, balki salomatlikka foydali ekan. Qahvaning tarkibida ko'p xil oksidlanishga qarshi turuvchi kofein, kofein kislotasi, kofein alkogol va kariol qatorliq tarkiblar bo'lib, qahvani muvofiq miqdorda ichib berganda ruhini urg'utib, miyani sagaklashtirib, metabolizmni kuchaytirib, charchash va kasallik giribtor bo'lish xavfini azaytqil bo'ladi ekan. Gerçi qahvaning salomatlikka foydasi ko'p bo'lsa-mu, lekin kundalik turmushda qarg'ulash iste'mol qilishga bo'lmaydi. Qahvani muvofiq miqdorda ichish kerak. Ziyoda ko'p kofein tashvishlanish, nervi ziyoda sezimchanlik, yurak siqilish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi.
Buningdan boshqa issiqlik miqdorining o'lchamdan eshib ketishidan hushyor bo'lish kerak. Qahvaning issiqlik miqdori yuqori bo'lmasa-mu, lekin nurg'un kishilar iste'mol qilganda shakar, sut qatorliqlarni qo'shib ta'mini tangshashni yaxshi ko'radi. Buning bilan bir stakan qahvaning issiqlik miqdori nechasi eshib ketishi mumkin. Uzun muddat yuqori issiqlik energiyali qahva ichsa, yurak kasalining xatarini oshirib yetishi mumkin. Uningdan boshqa homildor ayollar va yuqori qon besim bemorlari qahva ichishga mos kelmaydi. Chunki homildor ayollar ko'p miqdorda koffein qabul qilsa, bo'yidan ajrab ketish, tug'ut qiyin bo'lish yoki homilaning o'sishi benormal bo'lishdek xavflarni olib kelishi mumkin. Odat qahvani ko'p ichmaydigan yuqori qon besim bemorlariga nisbatan aytganda, qahva ichgandan keyin qon besimi tuyuqsiz o'rlab ketish ahvoli yuz berishi mumkin. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishkish omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.